Yunusobod Hasanboydan uchastka xaridorlar bormidi. Juda ham zo'r uchastkamiz sotuvga chiqarildi. Narxi ham zo'r. 5 sotuvli tayyor uchastkamiz $210,000 narx bilan sotuvga chiqarildi. Juda ham zo'r narx. Qaranglar, uchastkamizga alohida mana ziloniy zonasi fayz berib turibdi. 2 qavat 2 tomonga bo'lingan uchastkamizda asosiy bino va mana qo'shimcha bino, asosiy oshxona qismimizda shu yerda joylashgani uchun shu yerdan boshlab olaylik. Uyimizga mana bu yerda kattagina kirganmiz oshxona. Odam yashagan bu yerda, lekin chiqib ketishlaridan oldin qaranglar, odam yashamagandek qilib tashlab ketibdilar. Uyga akkuratlik qilib bir yog'i bir chizilgan, qirilgan joyini ko'rmadim. Mana oshxonamiz ham kattagina, mebellarni yechib chiroyli qilib ketibdilar. O'z mebeldan keyin dog'-dog' qoladi bilsanglar. Ota-onalar yoshi katta odamlar bo'ladigan bo'lsa, nevarlardan charchagan payt pashitda bemalol dam olsalar bo'ladi. O'zining ichida mana sanuzellari bilan birga hamma narsasi tayyor, kotelniy, izlama, cho'pil, radiator kelib mebelini olib kelsanglar bo'ldi. 2 tomonlama kirish joyi bor, eshigi, bu yoqdan ham eshigi bor. Uyimizning umumiy bir 8 ta xonasi bor shekilli. Podvollari bilan birga. Hop, bunaqasi o'tsak, shoptoli, archa, gilos, olcha, yana nima qilib zo'r daraxtlar ekilgan ekan. Hovli uchun yana bitta umumiy sanuzel. Mehmondorchilikda bo'ladigan bo'lsa, mana bu letniy kuxnyasi. Letniy kuxnya menimcha ishlatilmagan ham, to'g'risini aytsam, bunaqa ko'p yashalmagan ekan. Qaranglar, u anaqani qoraymagan ham qishlari. Podvolga tushadigan alohida joyi bor. Tashqaridan kotelniga va ichkaridan ham tushadigan joylari bor albatta. Uyimizga kirib kelaverish, 2 ta kirish bor uyimizga. Mana bu binoning o'rtasi hol bo'ladigan bo'lsa, divanli zona. Bu yoqdan ham kiradigan eshigi bor. To'g'rida bizda sanuzel. Bemalol 2 ta oila ham yashasa bo'ladi. Mana bu yerda bitta yana katta xona. O'zingizlarning sharoitingizga qarab, yo mehmonxona, yo spalniy qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Xuddi shunaqa qilib, narigi binoimizning tomoni ham joylashgan. Mana ko'ryapsizlar, holdaga ham cho'pil-pol radiatorlar qilib ketilgan. O'zimizning O'zbekona proyekt. Mana bu ikkinchi mana xuddi shunaqa xona. Podvolga tushish qismi oxirida ko'rsatamiz. Laminatlarni ham yaxshisidan ishlatishgan ekan. Laminatlarga alohida o'zim e'tibor beraman. Zo'r zamonlar qo'yib turibdi. Akkuratni turibdi uy. Eskirib bir narsa bo'lib ketmagan. Mana bu o'zining balkon qismiga ega kattagina. O'ng qo'lda bo'lsa, shu xuddi pastdagi razmerda kattagina xona. Bitta lyustrali olasizda, mebellar bilan, texnikalar bilan kelsanglar bo'ldi. Pastdagi hovli o'rnida bitta xona qurilgan. Detskiy yoki bitta naqd qo'ysanglar bo'ladi, ofis qilib. Mana bu ikkinchi qavat uchun sanuzel, vannalar bilan birga va mana ikkinchi qavatdagi yana bitta katta xonamiz. Uyimizning podvalga tushib ko'rish, 2 ta zonaga ajratilgan podval o'zi ham. Mana bu yoqqa katta podval. Bilasizlar-ku, o'zbeklar bilyard, stol tennis, bemalol kinoteatr, trenajyorniy zal qilib qo'ysangiz ham bo'lar ekan. Trenajyorniy zal ayniqsa kerak bo'ladi. Va mana yana bitta havlli xona, taqir-tuqirligi, shkaf yasatirib olsangiz, hamma narsa shu yerda turadi. Va kotelniyimizni uni alohida jihozlab joylashtirib qo'yilgan bu yoqqa. Uyimizga shunday ishdan chiqsanglar, shunaqa ziloniy zona kutib oladi sizlarni. Yana bir tashqaridan ko'rinishi. Manzilimizga keladigan bo'lsak, Yunusobod, Hasanboy, Sheribon mostining oldiga kirib kelinadi. Bilasizlar, yangi mahalla. Bu yoqqa kanalizatsiyalar o'tyapti, xudo xolasa $210,000 ga juda ham zo'r narx. Ko'rib qolinglar.